Yurak shamollashini qanaqa qilib tekshirdinglar? Unga bog'liq CDUda analiz qilish kerak, leykositlarni ko'rish kerak bo'ladi. Tosh bo'lmasa, bu bir. Ikkinchisi, yurak shamollashigacha bo'lgan davrda nima shikoyat bo'lgan edi? Shunga qarash kerak bo'ladi. Tez ishgan achish bo'ldimi, ismi bo'ldimi, nima bo'ldi? Nega desangiz, chunki hozir siz menga diagnozingizni aytyapsiz-da. Siz diagnozni kim qo'yganini bilishim kerak men. Bu bir. Ikkinchisi, diagnoz noto'g'ri bo'lsa-chi? Men dori yozib beraman diagnozga, lekin agar diagnoz noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa yoki to'laqonli aniqlanmagan bo'lsa vaziyat, unda o'sha men aytgan dorini ichayotgan odam eksperimentalniy quyon bo'ladi-da u dorini ichib. Rasxod ham, xarajat ham, harakat ham hamma problema sizlarning ustingizda bo'ladi. Bugun ham bitta bemorga aytdim. Nima dedim desangiz, mendan YouTube'dan hamma dori so'raydi-da, aytib qo'ymaysizmi dedi. Hammaga aytib tashlayman dorini. Lekin savol nima desangiz, savol eksperiment kim bo'lyapti? Xarajatni kim qilyapti? Ko'pchilik doktorga borishdan qochib yoki doktorga ko'rinishdan qochib YouTube'dan dori so'rayveradi-da. O'zi aslida siz qimmatroqqa ham tushasiz YouTube'dan dori olsangiz, qiyinroqqa ham aylanadi, azobingiz ham ko'payadi, dorilarning nojo'ya ta'sirining ehtimoli ham baland bo'ladi. Chunki ko'rmasdan berilgan dori xuddi sizni ko'rmasdan tikilgan kiyimga o'xshaydi. Sizni ko'rmasdan tikuvchi kiyim tiksa nima bo'ladi desangiz, katta ehtimol bilan u kiyimni kiya olmaysiz. Kiysangiz ham bir g'alati bo'lib qoladi. Davolash ham shunaqa.